Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan arabcha 20 ta so'z o'rganamiz va misollari bilan o'rganamiz. Birinchi so'zimiz kitabun. Kitob degani, e, ko'pincha ko'rishingiz mumkin. Ko'p so'zlar un yo tun yo al bilan boshlanadi, tugaydi. Al-kitabu bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa kitabun. Bunda kitabun bo'lgan sababi un noaniq artikl hisoblanadi. Al-kitab bo'lganda bu aniq artikl, ya'ni siz qaysi kitobni aytayotganingizni bilasiz. Kitabun degan shunchaki kitob, qaysiligini bilmaymiz. Aqra'u kitaban jadidan. Men yangi kitob o'qiyapman. Ikkinchi so'zimiz madrasatun. Mm, Maktab. Al-madrasatu qoribatun min bayti. Al-madrasatu qoribatun min bayti. Maktab uyimga yaqin. Qoribatun degani yaqin degani. Min bayti. Bayti. Uyimga. Uyimdan. Uyimga. Talibun. Talaba. At-talibu yadrusu jayidan. Talaba yaxshi o'qiydi yoki o'qiyapti degan ma'no ham bo'lishi mumkin. At-talibu yadrusu jayidan. Talaba yaxshi o'qiydi. Muallimun. O'qituvchi. Al-muallimu yusharihu darsa. Al-muallimu yusharihu darsa. Muallim darsni tushuntiryapti. Vaqtun. Vaqt. Vaqtun vaqt. Al-vaqtu kas-sayfi. Yani al-vaqt qaysi vaqt aytayotganimizni bilamiz. Oddiy vaqt, vaqt. Kas-sayfi. Vaqt qilish kabidir. Madinatun. Shahar. Al-madinatu kabiratun va jamilatun. Shahar katta va chiroyli. Kabiratun katta, jamilatun chiroyli degani. Keyingi so'z, 7-so'z, suqun bozor. Zahabtu ila suqi barihata. Kecha bozorga bordim. Zahabtu bordim. Zahabtu ila ya'ni ga bordim. Zahabtu ila madrasati. Maktabga bordim. Zahabtu ila bayti. Zahabtu ila bayti. Uyimga bordim. Keyingi so'zimiz baytun uy. Al-baytu murattabun va nazifun. Uy tartibli va toza. Keyingi so'zlarimiz haqibatun sumka. Al-kitabu fil haqibati. Fil haqibati. Kitob sumkada. Sumkani ichida. Fi fi degan ichida degani. Al-kitabu fil haqiba. Fil haqibati, fil haqiba. Ikkalasida ham aytsa bo'ladi. Fil haqiba desangiz ham bo'ladi. Fil haqibati. Ya'ni tayi marbutani aytmasdan ham bo'ladi. Fil haqiba desa bo'ldi. Qalbun yurak. Al-qalbu mumtali'un bil hubbi. Yurak muhabbatga to'la. Keyingi so'zimiz sodiqun do'st. Li sodiqun jayyidun fil madrasati. Maktabda mening yaxshi do'stim bor. Li degani menda bor degani. Li. Keyingi so'zi aqlun aql. Al-aqlu ni'matun kabiratun. Aql katta ne'matdir. Ni'matun degan ne'mat degan kabiratun katta degan. Bahrun dengiz. Al-bahru hadi'un al-yawma. Bugun dengiz sokin. Al-yawma degan bugun degani. Jabalun tog'.
سافرنا إلى جبل عال. biz baland tog'ga safar qildik. جبل tog'. طعام أوقات. الطعام لذيذ. طعام mazali. Keyingi so'zimiz qahvatun. Qahva. Ashrabu ichdim degani. Ashrabu qahvatan fi sabahi. Ertalab qahva ichdim. Ma'rifa. Ma'rifatun. Bilim. Al-ma'rifatu quwwatun. Bilim kuchdir. Quwwatun kuch. Fursatun imkoniyat. هذه فرصة ذهبية. هذه فرصة ذهبية. Bu oltin imkoniyatdir. عمل ish. العمل يجلب نجاح. العمل يجلب نجاح. Mehnat muvaffaqiyat keltiradi. مجتمع جمعية. المجتمع يحتاج إلى التعاون. المجتمع يحتاج إلى التعاون. Jamiyatga hamkorlik kerak.